Bo'ri o'g'li Jek Londonning ilk hikoyalar to'plami hisoblanadi. Ilk bor 1900-yilda nashr etilgan. Kitobdagi voqealar asosan Shimoliy Amerikaning sovuq o'lkalari, xususan Alyaska va Yukon hududlarida bo'lib o'tadi. To'plamga bir nechta mashhur hikoyalar kiradi. Ularning eng asosiylari Bo'ri o'g'li, Shimoliy o'lkalardagi oq tanli kishi va mahalliy qabila qizi o'rtasidagi munosabatlar hamda madaniyatlar to'qnashuvi haqida. Oq sukunat insonning kimsasiz va sovuq tabiat qarshisidagi ojizligi hamda do'stlik sadoqati haqida juda ta'sirli hikoya. Yo'l uzoqligi Shimoliy o'lkaning qiyinchiliklari va inson irodasining sinovdan o'tishi tasvirlangan. Kitobdagi voqealar qorli o'rmonlar, muzlagan daryolar, sovuq va qorong'u tunlar fonida kechadi. Bu muhit esa insonning zaifligini, tabiatning ustunligini ko'rsatadi. Kitob shuni anglatadi: inson tabiatdan ustun emas, balki uning bir bo'lagidir. Qahramonlar ko'pincha ovchilar, sayyohlar, oltin izlovchilardir. Ularning xususiyatlari qat'iyat, chidamlilik, sovuqqonlik. Ular hissiyotdan ko'ra tirik qolishni tanlaydi. Hikoyalarda vaqt juda og'ir o'tadi. Har bir kun sinov. Bu insonni chiniqtiradi yoki sindiradi. Bo'ri o'g'li bu insonning sinovi, tabiat bilan kurash va yashash uchun iroda haqidagi asar. Bu kitob sizni kuchliroq bo'lishga, sabrli bo'lishga, hayotni qadrlashga undaydi. Agar sizga sarguzashtlar, tabiat manzaralari va inson irodasining kuchini ko'rsatadigan asarlar yoqsa, bu kitob aynan siz uchun. Kitob juda sodda va ravon tilda yozilgan. O'qiganingizda o'zingizni xuddi o'sha qorli o'lkalarda yurgandek his qilasiz.